Erkaklar homilador ayoliga aytmasligi kerak bo'lgan 3 ta gap. Hurmatli erkaklar, agar siz 3 ta gapni aytayotgan bo'lsangiz, o'zingiz bilmagan holda ayolingizga va farzandiga zarar yetkazyapsiz. Homilador ayolga aytilayotgan har bir oddiygina og'ir gapingiz ham unda stressni oshiradi, kortizolning qonda ko'tarilishiga sababchi bo'ladi. Bu homiladorlikning asoratlariga va hattoki tug'ruqning asoratli o'tishiga sababchi bo'lishi mumkin. Birinchisi, juda erkatoy bo'lib ketding. Bu erkatoylik emas, bu ayoldagi gormonal o'zgarishlar. Hamma tug'yapti-ku, sen ham tug'asan. Aslo bu so'zni aytmang. Har bir organizm alohida, individual. Har bitta organizmning o'ziga xos xususiyatlari, kasalliklarga moyilliklari bor. Nimaga oddiy narsalarga vahima qilaverasan? Bu gapni ham aslo ishlatmang, chunki siz uni tuyg'ularni inkor qilyapsiz, uni eshitmayapsiz. Siz shunchaki men seni tushunaman. Hozir shunday holatdasan deb ayting. Bu sizning eng katta yordamingiz, qo'llab-quvvatlashingiz bo'ladi. Homilador ayolga aytilgan har bir gap bu oddiy gap emas. Bu farzandingizni eshitayotgan muhiti. Aziz ayollar, sizning farzandingizning sog'ligi, sizning ruhiy holatingizga faqatgina siz emas, atrofingizdagi barcha yaqinlaringiz javobgar. Bu videoni albatta yaqinlaringizga va turmush o'rtoqlaringizga yuborib qo'ying.